Andijon viloyatida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar izchil davom etmoqda. Bu boradagi loyihalar insonlar turmush sifatini oshirish, sog'lom hayot tarzini ta'minlashga xizmat qilyapti. Shahrixon tumanidagi Turkiston mahallasida so'nggi paytlarda amalga oshirilgan ishlar buning yaqqol isbotidir. Xususan mahallada 2 kilometr yangi suv quvuri tortilib, bitta yangi quduq hamda bitta zamonaviy suv minorasi o'rnatildi. Natijada 646 ta xonadonda istiqomat qilayotgan 3515 nafar aholiga toza ichimlik suvidan barqaror foydalanish imkoniyati yaratildi. Turkiston mahalla fuqarolar yig'inimizda 3515 nafar aholi istiqomat qiladi. 780 ta xonadon bor. Hozir mana shu kunga kelib mahallamizda 100% suv bilan ta'minlandi. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana shu mahallalarga shu darajada aholini yaxshi yashash uchun alohida e'tibor qaratganlari uchun, mana shu chekka qishloqlargacha ham mana shu prezidentimizning qarorlari amalga oshib bajarilib bormoqda. Aholimiz juda ham minnatdor. Bundan oldin bu aholi 500 metr naridan hammani uyida suv arava qilingan, betonlar o'chirta turib bitta nimadan ko'chani boshidan suv olishardi. Hozir mana hammasini o'zini uyida suv chiqadi. O'shaning uchun bular xursand. Avval mahalladagi 5 ta ko'chada suv bilan ta'minlanganlik darajasi 80% ni tashkil etar edi. Loyiha amalga oshirilgandan keyin bu ko'rsatkich 100% ga yetkazildi. Hozirda esa suv hisoblash uskunalarini o'rnatish ishlari yakuniga yetkazilmoqda.